Bu yerda cho'qqin bir sir bor. Sir? Nima sir? Jasur bu uy kelib 3 oy tursa, tag'am arizni bekor qildi ekan. Buning siri olmaynim ba. Bu qitimqi vafosizlik davasining maqsadi pul emasga. Agar pul bo'lmasa, undaqda nima? Menmi bilmadim. Shuningga sir bor davatman Mo'min. Sir. Undaqda tag'am bu davoni zodi nima qilayotgandi? Tamam. Kechiringlar, sizlarni yana og'riq qilgan bo'ldi. Kunib qoldik. So'ravering. Alimka, sizning talabangiz nima? Hürmet. Devatqinimiz hurmatmi? Her qandaq bir dada farzandlar tarafidan hurmatlanishni orzu qiladi. Meni talab qilayotganim shu hurmat. Hurmatlanish emas, balki yuz tepish uchundir. To'g'ri. Farzandlarni bir cho'ng qilish uchun har qanday dada jafo tortadi. Biroq dadam vafodorlikni bahona qilib, bizga solgan mablag'ni qaytarib olmoqchi. Mumkin emas. Rostla shuning uchun bizga shundoq muomala qildingmi dada? Dada, biz seni hurmatlamidikmi? Sen hayvonni hurmatlab shuni qilyapsan dada. Biz hechnima demaganligimiz uchun sen dadillik nupuzingdan foydalanib qilayotgan ishlaringni hurmatlab bildirmoqchi bo'lyapsan. Acaba gapim xatomi? Alimka, savolga javob bersangiz. Farzandlari uchun hamma nimasini atagan bir dada mushunchalik bir huquqqa ega emasmi? Dada, To'g'ri. Men sizlarning dadanglar. Sizlarni beqib cho'ng qildim. Xato qo'shdim. Mana hozir qanitinglar qatdi. Mushunchalik kunga ega qilish uchun qilmaganlarim qolmadi. Kuchimning yetishicha tirishdim. Mana bugun kun kelganda sizlar bilan birga o'tirib, daqam tuturib bir vaqt tomoq yeyishni iltimos qilsam, bu hayva qilganlik bo'lamda. Sizlarni seg'inib, ovozinglarni anglag'im kelib telefon qilsam, hayva qilganlik bo'lamda. Tomoq yedinglarmi? Yaxshi aram ola oldinglarmi? Nima qilyapsizlar deb ahvolinglarni bilgim kelsa, hayva qilganlik bo'lamda. Bo'pti. Sizlar dadam bizga hayva qilyapti deb tushungan bo'lsanglar, menda amal yo'q. Shundoq tushunaveringlar. Men bu aqmas hayvamni astan sho'xishtirib olay. Shuna qilsam bo'la. Qiynatыңыз divani kesiga giribtar bo'lib qolmagandu? Bundaqmi bema'ni shart qo'yamdu? Oy, berib faqat 3 oyda tursa, qiynatam jasur bo'lgan arzini qaytarib oldi apa. Undaq qilishqa hargiz bo'lmaydi. Qancha pulasiz olsin. Siz ular bilan birga tursangiz qiynalib qolasiz, qizim. Biroq hozir qiynatamning maqsadi pul uchun bo'lmasa, bema'nilik. Uchuq chiqqan bema'nilik bu. Bo'ldi apa, 3 oy turganga o'lab qolmsan. Boraychu. İlişib qolmagansiz, Barna. Anis qanday qilma? Jasurning japotatini qo'l qo'yishtirib qarab o'tiramdi. Karim yo'q. O'zining o'ynashini o'z qilsin. Apa. Dada sen cho'qinmi shundoq qilsa shundoqmi? Ma'qul. Unda bu sud qarz qil. Jasur. İşimiz kelgan qarang.
Ben advokat bulup sütüm bilen ikki yığız gap bolayın. Meni sizler farzand bulup salaytыңlardan to'g'ri qilmayapsizlar. Nima ish qildidan o'ylab qo'ymaysizlar. Mening bu ishni sotib topshirganimdan eng yaxshisi ikki taraf yarışib qolguncha kelishtirish ipog'inim yaxshi. Amalning barcha urug' tuqqanlar o'tirsidagi yarışish nuqtasi topilgan yaxshi. Man qarang advokat efendim. Siz bizning ailening ishlarini bilmagandikin Tulqayimxon jo'lima. Dadamning yuzini qilmagan bo'lsam, siz bilan alliburun sotlashgan bo'lardim. Dada, nima ish tugmaydigan ishlar bu? Bizni nima ish qilishni qiynaysa? Ha, siz bu advokatning qishig'i chaqirsa, biz seni ayab, yeni sening gapingni qilib, yuzingni qilib kelyapmiz dada. Dada, o'zingni bilsa, bizning xizmatimiz bek aldirash, vaqtimiz yo'q. Bizni nima ish qiynaysa dada? Sizlar xonim, siz o'zingizni shirkatning kotibxonasining boshlig'i ekanmi? Shundoq. Navada hozir oldingizda turgani dadingiz emas, balki shirkatning direktori yoki bosh lider bo'lgan bo'lsa qanaqa qilasiz? Albatta, kuchingizning barcha, amalning barcha bo'shini yaxshi bir taraf qilgan bo'ladi, shundaqmi? Jasur olim, siz o'zingizni oshqozonroq mutaxassis deganmi? Navada hozir oldingizda turgani dadingiz emas, balki doktorxona boshlig'i va yoki bemoringiz bo'lgan bo'lsa, siz albatta vaqt chiqargan bo'ladingiz. Kuchingizning yetishicha amalning barcha bo'shini cho'qim yaxshi bir taraf qilgan bo'ladingiz, shundaqmi? To'g'ri dedimmi? Bir dadının qalbini tushunmay turib, jamiyat bunchalar muvaffaqiyat qozonganning nima foydasi? Aksicha, shirkatni muayyanlashtirishlar muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Sizlarga nisbatan muvaffaqiyat qozonishning o'lchami zodi nima? Uchinchi qatimda kelishtirish, ertaga soat 9 da mushishxon deb berildi. Advokat efendim, haddingizni ishga ketdingiz bu qanday? Agar ertaga kelishtirib bo'lmasa, o'g'liga davomli kelishtirish yapamiz. Tan ikki taraf kelishib qolguncha kelishtirish deb berildi. Qaysi bo'ladi? Sizlarning boshqa gapinglar bo'lsa, qaysi bo'ladi? Dada sen zaten nima qilmoqchi? Aka. Voy aka, acaba tezlik qaytib kelsan bu. Qanday bo'ldi tag'a? Siz yengensiz tag'a. Bu uy zot nima bo'lib ketib bordi deymi? Chapir. Voy, sizlar qaytib keldinglarmi? Qanday bo'ldi xizmat? Qanday o'tdi? Atiyen sarong advokat bilan ko'rishga yana bordik ekanmiz. Deydigansizlar. Hey, xizmat. Voy aka, sen zot nima qilmoqchi? Qarapaqini mavi nimaga o'xshab qoldi? Aka, sen bizim bir ishni yo'shiryotamsa, yo birsini qasddan shuna qilish kuch keltiryotamdi. Aka, nega borsan? Men do'konga chiqaman. Yaqinda savdo yaxshi emas. Aka, Dadam sarong o'pdi. Rostili sarong o'pdi. Ay, dadamning nima maqsadi bor a? Shundigina acha. Nadim dadvoga odam bolalarini pul qilib arz qilgan ishpa. Buga tarqib kesma yuzimiz ne qo'yib shiramiz. Hey, sizlar bunda qilavermay, yarışib qilinglar bo'ldi. Tog'amchu, sizlarni pulni deb arz qilgan ekanmiz. Balki boshqa maqsadi bor o'xshaydi. Boshqa maqsad? Nima maqsad?
Tağamçı, Cesur'un muşuyu kep tursa ərzini bika qılma deydi. Ben bunu anlap, tağamның məqsidi pulda emasligini oylap qaldım. Tağam sizlerden başka nərsige erişiş üçün çekidin aşkan erzamalını oylap tapqan gap. Aça. Sen mi şunda oylamsa? Mençim şunda oylap yakınla. Akam bir de yenge muşaya kep turslam. Hem işte el vaqdak, erzim qaytırlı vaqdak. Şuna akam 3 ay qurbanlıq berələ mi? Sana mümkün emas deb dedim go. Navada Parizatның degini to'g'ri bo'lsa, Qaysar bilan ikkimizga shart bor degan gap. Ha? Aça bizi qana şartı var ki? Men nadim bilay. Advokatdan so'rab baqamsizlar ya. Yarışishning qanday sharti bor deb so'rsanglar bilsizlar emasmi? Of, bo'ldi qila. O'ylasam nervam belaydi. Hey? Bo'lmasa chiqqanlar berib so'rab kelinglar. Shunday olsun. Menimcha, endi dadanglardan yarışıp qalganlar tuzuk. Yarışıp qalish shartlarini anlab baqsaq bo'lamdi. Aval, şunu bir anlap bakaydı. Bo'ladi. Nayt oddiy. Buningda faqat o'rtaq amal qilgan ikki nuqta bor. Birinchi, har kunlik nashtada bir oylik ishlar jam bo'lib nashta qilsinlar. Naşta? Bu 3 aydan her bir gündü mü? Albatta. Yakshanba kundan boshqa kunlarda. Yana har shanba kuni oiladagilar yig'ilib birlikda kechki tomoq yeysizlar. Ikkinchisi-chi? İkincisi, bir kunda bir qitim cho'qim dadanglarga telefon qilishinglar kerak. Mayli seni qanday qishinglar bo'lib ketishinglardan qat'iy nazar dadanglarga telefon qilsizlar. Dadanglardan ahvol so'ramsizlar va yoki boshqa mazmunda gap qilamsizlar. U o'zinglarning ishi. Muşu mu yarış şartı oldu mu? Yana uchunglarga ayrim-ayrim qo'yilgan shartlar bor. Jasur, siz buni anglagan-ku. Ayolingiz bilan dadangizning uyida 3 oygacha birga tursiz. Menço. Siz 3 oygacha har oyda 3 ming yuandan pul topshirsiz. Nima? Men her ayda 3 ming yuan? Emsi açamço. Acınız turmuş işini o'ylash. Nima? Açamda turmuş işi? Shundoq. Acınız 3 oygacha cho'qim turmush ishini o'ylash shart. Nima? 3 ay ichida turmushimni o'ylashim kerakmikan? Shundoq, tağamның arzini bika qilishlik sharti uchun sen cho'qqum turmushingni o'ylashing kerak-ka. Uf, jam zerikdi. Yaxshimisiz? Nima? Turmush ishi? Men Chaqchaq qilma. Nada bunda bema'ni talablar bor. sizlarga qo'ygan 5 shartdan boshqa yana 2 nuqta bor. Jami 7 talab. Yani işkisiço. Yani kanda bime şartları var ki. Avval oldidagi 5 shartni hozirlanglar. Keyingi 2 nuqtani men sizlarga vaqti kelganda deb beraman. Neden bu şundaq şart bo'lsin? Turmush ishim uchunlam bizni arzu qilganmidi? Buni o'ncha hayron qolmasangizmi bo'ladi. Bu shartlarning ichidagi birsi-ku. Dada, men to'y qilmayman dedim-mu. Balam, uni bilma. Menmi sizni 3 oy ichida cho'qim to'y qil demadim-ku. Men bir dadangiz bo'lgandan keyin nurg'un gaplarni sizga bevosita deyishga bak afsus bo'layotdi. Apangiz bo'lgan bo'lsa, munchim bo'lib ketmasdi. Dada. Balam, mayli qanday bo'lmasin, hech qanday ishni sinab boqmay turib,
qalb ishigingizni yepib olib azoblanib yurishingizga chidamadim. Endi qachonda men ketib qolsam, Voy, nədiki bir gaplarni qildi ekansan? Anladın mı aça? Anladım. Hazır dadam bilan shuni paranglashib chiqdim. Biymanlik qat'iy gap to'g'ri kelmaydi. Jirani ayirib paranglashaylik. Vay Alimka yaxshimi? Ha, ularga yetkazib qo'yish tegishli topshirig'ingizni yetkazib qo'ydim. Gerçi bugun xafa bo'lgandek qismi, atda to'g'ri deb o'ylashi mumkin. Mening shartlar bo'yicha kelsak bo'g'dak. Ha. Voy. Bu yarış kelishimi nimada g'alita? Her kuni birga noshta qilish, uyga qaytib birga turish, tomoqni birga yeyish, kunda bir qaytib telefon qilish, oyda 3000 yuan topshirish, kelin bilan birga turish, agi tegish. Olsunjima. Chiqdim, yerlayil da'vatim hozir. Mening baridan elib bo'yi qaytib kelishim. Tasjimo. Voy aka, acha. Bu sizlar ishkimon endi g'am qilsizlar. Nima istasiz? Acha, turmushni o'ylashyapman desam tugmadimi? Ha? Aka, senmi shugo? Bu degan o'zingning uyi, ayolning aka 3 oy tursang bo'ldi ekan-ku. Nima istasiz? 3 oy degan birdan qo'shidi? Hey, uchimiz orasida sinishing eng oson. Topgan pulingni bersang bo'ldi. Ha? Shuni men adilomni deyotgandim. Nima ish qilmaydi pul yerman? Ishkimlarchi, sizlar. Mana qo'shdan tugaydi ekan-ku. Nima? Xato gap qildimmi? Jur'atmayın. Men doktorxona bormasdan og'ash ketayman. Hey. Aka, acha. Xo'sh. Tazimdir. Voy, nima ish qilmaydi pul yerma? Nima ish bolalarga o'xshash qaramaydi, qanday gap bu? Tazimdir. Shundaqmi? Amiz qanday qilamiz, Jasur? Berna. Bunda ahvolda o'yib berishimiz mumkin emas. Amisi, men opamga bir deb baqay. Bo'ldi qilaman. Faqat biz chidab tursaqla bo'ldi. Arizim bekor qilinsa, so'z cho'chaklar to'xtaydi emasmi? Ularga nima ish qilsiz? Hammadan qaraganda qiladi. Bo'ldi bu o'zimni shu ondagi men o'zim hal qilay. Ha, bo'ldi sizni. To'xtab ketsin. Hech qisi. Rash bo'lma. Sizni qilaman. Men kiyimni almashtirib chiqay. Yana biz kiyim deyishyapti-ku. Mazaq ishim chiqib qoldi. Bu yema dört balli. Direktor. Nesiniz? Yermiş qılatsız. sizni saqlab turgan? Mini? Xayros. Dadingiz bilan kelishyapsizmi, kelishyapmidingizmi? Şirket shaxsiy ishni deyishmaydigan bo'lgan-ku. Bu ish men uchun intayin muhim xislat. Sadi kelishyapsizmi, kelishyapmidingizmi? Yo'q, dahi. Dadingizmi biromdan gapirdi-ku, ha? Bu yosh kirib qolganda turmush ishingizni o'ylashmisiz? Cho'qim parizod. May, Hay parizod. Nima hamma gapni direktor deysan? ajab qo'rqatdi. Bu odamga voqirash odat bo'lib qolibdi desa, buning adabasa. Kichikkina ishlog'im voqirab chaqirib. Sening ochig'ing chiqirgan cherkig emasman. O'zing yaxshi o'yla. Men tomoq yeyman.
Bolam. Oh, yeni tamak yigil turibsan go. Kuzqamashding. Bayatılı tamak yeganding go. Ha? Yeni qo'shiqni ichibdi-da. Opa, men yaqindan beri mush xislatning ishlariga g'am yeb, bek charchab ketyaptim, bek charchab ketyaptim. Shuning uchun birdamdan qusqamachidigan bo'lib qoldi. Sen yemsan? Voy, yemayman bolam. O'zing ye. Jimi? Ha, yemsan bo'pti. Oy. Apa, sizin var mısınız? Sana her zaman sen. Yaxshimisiz? Cesur, Ha? yaqindan buyon oyning ishi bilan toz charchadingizmi deymi? Yo'q, aksicha doktorxona ishidan karim bo'lib bo'lolmay, ba'zisidan oqsitib qo'yib pek xijil oldi. Cesur, sırt chiqib, birer yıl turib kelsan qandaqmi? Ha? Kelar oyda doktorxonamiz chet eldagi bir tadqiqot o'rni bilan bir turda hamkorlashmoqchi. Siz berib hamkorlashgach, ularni o'rdan buguni bilan. Hamda Bernaning dili operib, birer yıl turib kelinglar. Xotirjam bo'ling. Barliq chiqimingizga doktorxona ega bo'ladi. Bu bek yaxshi gapkan dada. Lekin men mas'ul bo'lib davolayotgan bemorlarim bor. Men bundoq tez bora olmayman. Siz basingizli bo'ldi. Qaga ishlarga mendan mas'ul. Cesur, qudlarning arzisiga kelsak, faqat bo'lmaganda bizim bir advokat taklif qilaylik. Shu bir taraf qilsin. Bu avarchiqlar tugaguncha bir mazgil Barna bilan chet elda turib keling. Voyada. Yaxshimi? Men chetga chiqib bir yil bilim oshirib kirgan bo'ldim. Nima? Bir yil chet el bilim oshiram degansan? Shundoq. Da bayatni doktorxona boshliq shundoq deydi. Endi dadam bilan bo'lgan ishni qanday qilsa? U ishni advokat bir tarafisi bo'ldi ekan. Hey! Hey, mushunda vaqtda bizni tashlab qo'yib ketamsan? Barcha avorchilikni bizga tashlab qo'yib, chet elda yashaysan degina? Qaysar u maoshini berib qutulsin. Men-chi men qanday qilaman? Achchiqlanma ona ada. Shu qanday qilish to'g'riliq sen bilan maslahatlashib telefon qildim-ku. Ovozing chet elda yashaydigandek chiqyapsa. Hayat kendi bergeyni Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şundaq kuyunu diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi buni? Açığın yanmaqda ha. Yaqay aka. Hozir chiqib o'tirdingizmi? Nima qilmagan? Ben ölüp ketsem sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın.
Oycan bular dada. Oy ben aralashmayın qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, nashtangizni qilibdi. Of dada ustum oshmidi. Nimada ishimiz chiqsa? Voy dada! Yomanda adabsizlik qilasiz. Siz qildinglar? Voy acha! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Tamақ yedің ма? Іштен түшдің ма? Қылдың ба дегендің başka немеш қып бере әлідің? Мен bu toyunu қылдым. Bu ağır yükle qandaq sana yükleyeleyim bulam. Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Burada. Ayya. Oğlum yığılamdı. Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, akam bilan uyimiz bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Cesur. Tağa gözünüz açma. Apa! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür devam edeceğimiz yüzünün yaşaşma. Yüzülen yaşaşka. Ömür devam edeceğimiz yüzülen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbarma asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günümdün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde mutluluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esindin ketmisin shu oddiy savol.
Sözler hemmiga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esimdan ketmasin shu oddiy sabab esimdan ketmasin shu oddiy sabab